Shu odamlar bor. Kelayotganda ham bildirib kirib keladi. O'tirganda ham o'tirganligini bildiradi. Chiqib ketayotganda ham sezasiz chiqib ketayotganini. Endi Alloh yaxshi ko'rgan kamtar banda qanaqa bo'ladi? Bor bo'lsa borligi bilinmas ekan. Turib chiqib ketsa chiqib ketgani bilinmas ekan. U kamtar odamlar mashhurlikni yaxshi ko'rmaydi ekan. Atqiyo, taqvodorlar ma'siyatni yaxshi ko'rmaydi ekan. Abriyolar esa ayblanmaydi ekan. Alloh mana shunday bandalarni fitna zulmatlaridan saqlaydi. Shuning uchun odamlardan hurmat talab qilinmasligi kerak. Ibtag'u rifata indalloh. Yuksaklikni, oliylikni, martabani Allohning huzuridan istaylik. Agar odamlardan istaydigan bo'lsak, bugun maqtab turgan odamlar ertaga tosh otib turaveradi o'zi. Bunaqa kamtar, abriyo odamlar hurmatni odamlar orasidan istamaydi. Hurmatni Allohning huzuridan istaydi. Shu odamlar bor. Kelayotganda ham bildirib kirib keladi. O'tirganda ham o'tirganligini bildiradi. Chiqib ketayotganda ham sezasiz chiqib ketayotganini. Endi Alloh yaxshi ko'rgan kamtar banda qanaqa bo'ladi? Bor bo'lsa borligi bilinmas ekan. Turib chiqib ketsa chiqib ketgani bilinmas ekan. U kamtar odamlar mashhurlikni yaxshi ko'rmaydi ekan. Atqiyo